Assalomu alaykum. Xayrli kun. Yaxshimisizlar qizlar? Tuzukmisizlar? Voy, vahima qilib yozganlar. Vahima qilmaymiz. Lecheniya boshladim просто. Уже o'zi tez olish kerak, tez lecha chiqib turish kerak odam o'zini. No, men orada mana shunaqa ko'p vaqt tashlab qaratmay shunaqa qilaman. Tем более bu qog'im bor. Lecheniya boshlagandim. Kecha birinchi kunim, bugun ikkinchi kunim edi. Bugun yanada ko'proq ukollar qo'shib berdilar, yana ko'proq kapelnisalar qo'shdilar, chunki zo'r qilib buket qilib yig'ib qo'ygan ekanman-da, o'shaning uchun yaxshilab lecheniya olishim kerak dedilar. Hamma 3 kun 5 kun olsa, sen 2 hafta lecheniya olmasang bo'lmaydi dedilar doktorim. O'shaning uchun klinikamga keldim. Qo'llarimni olib chiqyapman, ko'zlarim achib qaranglar, уже вообще